84,7 kvadrat metrga shunaqangi zo'r planirovka qilib qo'yishdi. Ko'rgan inson 100 kvadratmi deb o'ylayveradi. Sababi 3 xonali kvartira. Afsona City shuna masjidning yonida joylashgan blokda. Bu tomonimiz derazalari ham, undan tashqari balkonlari ham soyga qaragan tomondagi xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Uyimiz 5-qavatda joylashgan. O'zi 10 qavat edi, liftdan muammo yo'q. Eshikdan kirganimizda katta prixoshka mebel yasatirib qo'yishibdi. Uyimizdagilarni turli xil kiyimlari ham mana shu kafichga kirib ketaveradi. Ro'parada alohida hol qismimiz, undan oldin bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamizni ko'rsatib o'tay. Ikkita bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, bu tomonda shkaflar ham o'rnatilgan. Mana bu hol qismimizda yengil suhbatlashish uchun alohida joyimiz bor. Bu tomonimizda esa uyimizni umumiy sanuzilni plan qilib ketishgan ekan, barcha sharoitlari bilan birgalikda. Yangi ta'mirdan chiqqan xonadonimizda hali hech kim yashamagan, gilam parda, hamma narsasi tayyor holatda ekan. Kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamizni ko'rishingiz mumkin. Zo'r planirovka bo'lgan. Kamiga oppa, mana shu shkafni ochadigan bo'lsangiz, ichkarida ikkinchi sanuzilimizni ham joylashtirishgan. Qarang, 3 xonali kvartira, naqd ikkita sanuzilga ega. Oilaviy yashash uchun ideal planirovka hamda ideal novostroyka. Bu esa hop uyimizni studiya formatidagi kattakom mehmonxonasi, atayin ochiq holatda qoldirishgan, kichkina ko'rinmasligi, keng ko'rinishi uchun televizorlari, TV zonalari, jihozlar hammasi o'z o'rnida qoladi. Bu joydan balkonimizga ham chiqsangiz bo'ladi. Balkonimizdan ham soy shuna ko'rinib turadigan lokatsiya. Bu esa uyimizni oshxona hamda ovqatlanish xonasi. Ovqatlanish uchun alohida stol stullar qo'yishgan, gaz plitalari, kir yuvish mashina, xolodilnik, qisqa qilib aytganda 100% podключ holatda. Gaz hamda qolgan kommunal tarmoqlardan ham muammo yo'q. Hujjatlari joyida, kadastrlari chiqqan. Xonadonimiz yashashga tayyor holatda bo'ladi. Xonadonimizning narxi $71,900. Egalar telefon nomeri doimgidek videoni pastda aloqaga chiqishingiz mumkin.